tavba qildimi, g'aflatidan uyg'ondimi, shahvatidan ajramoqchimi, Allohning qodirligini eslasin va latifligini eslasin. Va kana Allohu muqtadira. Alloh o'ta qodir zotdir. Butun dunyoni yaratgan, butun dunyoni tutib turibdi, hamma narsani boshqarib qudrati yetyapti. Bitta bandasini g'ofilligini yo'qota olmasmidi Alloh? Bitta bandasini shahvatparastligini yo'qota olmasmidi Alloh? Kimki meni g'ofilligim endi o'zimga qolibdi, yo'qolmaydi bu, shahvatimdan qayta olmayman endi desa, Allohning qodirlik sifatiga kufr keltirgan bo'ladi. Bu juda og'ir musibat bo'ladi. Shuning uchun yo'q, to'g'ri, men shunaqa bo'lganman, lekin Alloh tavba qilsang kechaman degan. Meni shahvatim dunyoni egallab qolganda ham Allohning qudrati yetadi buni ketkazishga. Meni g'aflatim yetti dunyodan yetib ortda davom bo'lsa ham Alloh buni yo'qotishga o'zi qodir degan aqidani qilish kerak. Alloh latifdir, bandalariga o'ta mehribondir, o'ta lutfi karamlidir. Shuning uchun banda qancha osiylik qilsa ham, qancha kofirlik qilsa ham tavba qilib kelsa lutfi bilan kechirib yuboraveradi. Yurgizib yuboraveradi. Mana shu narsani insonlar juda yaxshi o'zlariga singdirishlari kerak.